aytasan o'rtoq? Menga yoniga keldim tushgan gap bor edi. O'rtoq yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Tuzumsan? Rahmat. Nima gap o'zing? Jigar. Tinch o'rtoq, yo'q. Jahonni avvalilu mahallada ekan. Bo'sh-bo'sh kerakmi? Ketdi o'rtoq bo'lmasa. Ana o'rtoq Jahon. Sakri. Ha, o'rtoq, настроение nima bo'pti? Yo'q o'rtoq, muammolar. Pul yetmayapti to'yga. Shu mashinani sotmoqchiman endi. Jindimisan og'ayni? Nima deganing bu? O'zi oilang tebratib turgan mashina mana shu bo'lsa, uyingga 4 ta nonni mana shu mashina orqasida olib kirayotgan bo'lsang. O'rtoq shundoq magazinga kirib sigaret olib oling. Unaqa gap gapirib xato qildingmi deyman-da, og'ayni. Men bu narsani bir hafta oldin akasidan eshitdim. O'shaning uchun o'rtoq uyga chaqirib olib kelganman albatta. Yangi mashinasi kerak emas. Bilasan, yoshlikdan o'rtoqmiz. Kerak bo'lsa yo'lchilikda ham, borchilikda ham birga bo'lgan vaqtlarimiz bo'lgan. Menga buni mashinasi kerak emas. Mana yonimizda pul bor o'rtoq. Ha, o'rtoq, qolmadilaringmi? Yo'q, qolmadi o'rtoq. Ziyaram. Boya sen bilan hazillashuvdim. Mas'ul. O'rtoq. Mas'ul senga. Hech qanaqa qarz emas. Senga o'rtoq.